İranın hücumunda Xitay şirketi nişan qilindi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu urush hozirgi shu İran Hormuz bo'g'ozi masalasini oylarcha tortish qildik. Amerika, İsrail, İran urushining keyindan bo'lgan ishlardan biz bilamiz. Yana bu amdi to'xtadi deb turganda yana qaytadan boshlanganligini ham hammamiz bilamiz. Bu rayondagi igizbaschilik, yana shu qalaymaqonchilik davom qilyotdi. Bu qatim yana shu İran manbalik bo'lgan bir hujumninki bir Xitoy shirkatining Kuveytdagi Xitoy shirkatining nishon qilinganligi e'lon qilindi. Kuveyt armiyasi İran tarafidan elib berilgan hujumda Xitoy shirkatining nishon qilinganligini, hujum natijasida bir ishchining o'lganligini bildirdi. Kuveyt armiyasi İran tarafidan elib berilgan hujumda davlatning shimolidagi bir Xitoy shirkatiga tava binoning nishon qilinishi natijasida bir ishchining hayotidan ayrilganligi, ya'ni o'lganligini bildirdi. Binoda ig'ir ziyon ko'rilganligi bildirildi. Bayonot yana doirlarning voqeaga mudohala qilganligi, armiyaning davlatning egilik huquqini qo'g'dash, bexatarligi va muqimligiga kafolat qilish maqsadida zarur bo'lgan barliq tadbirlarni qo'llanganligi bildirildi, ifodalandi. Misr ichki kabinetimi tunugun Damiyat portidagi ikki paraxod kelib chiqqan o't ofatining uchquchsiz havo apparati hujumi natijasida yuz berganligini jakarladi. Yanalam İran manbalik ekanligini bildirdi buniki. Misr ichki kabineti tarafidan e'lon qilingan bayonotda hujumning javobgarligini texnicha hech kimning o'z ustiga olmaganligini, falani ya davlat İran tarafidan davlat armiyasi yoki boshqa İran qo'llayotgan rayondagi kuchlar degandek bularning hech birininki texnik ustiga olmaganligi, bu voqeaga munosabat tekshirishlarning davomlashayotganligi uqtirildi. Misr neft ishlari ministrligi bo'lsa tunugun e'lon qilgan bayonotida Damiyat portidagi ikki tabiiy gaz suyuqlantirish va saqlash paraxodida o't ofati yuz berganligini jakarlagan edi. Demak, rayon shundoq qalaymaqonchilik hatto qaysi kuni shu hafta ichida Suriya bilan ya Saudiya Arabiston bilan Amerika armiyasimi Iroqdagi İran qo'llayotgan kuchlarga havo armiyasi hujum qilganligini bergan to'qmush hafta ichida.